Xudomiz 18 kilovatli nasosimiz, benzin nasosimiz suv chiqarish jarayoni mana podyomini hozir bir qator ko'rsatib boraman. Yoshlar aka ko'tarib varanchilikda. Xudo xolasa zo'r chiqdi, yuzimiz yorug' mana bosimini ko'raverasizlar. Xotirjam terakchiga kirib ketyapti, lekin o'xshar dushi normal suv chiqdi. Bu tomonni podyomini ko'radigan bo'lsak, terakdimi? Yo'linasi mana zakonni chiqdi. 18,5 kilovat. 30 kilovatni mana sentrabish nasos qo'yishyapmiz. Baydaga akalar, buni teng yarmini ham bergan yo'q deyishyapti. 18 kilovatni kak yarmicha suv chiqaryapti. Bu 30 kilovat. Buni bir yilda 30 kilovat bilan buni orasida raznica 1 yil ishlasa 30 millionga yaqin pul tejalar ekan. Aka hisob kitob chiqqanlar. Buni hisob kitobgazni kuchli ekanlar. No 30 millionga yaqin pulda tejayman deyaptilar. Agar mana shu glubinni ishlatsam. Yashnar aka sizga qoldimi? Chaqiring uni oladimi? Shunday qilib berganda bo'ldi. Sardor, chaqiring bo'ladi Dilshod aka. 10 marta aytdi. Olar şeydi. Hani nefesga tushdik, ko'rib turibsizlar. 30 kilovatli glubin nasos qo'yib ketishgan, sentrabish nasos qo'yib ketishgan ekan. Mana bu holatda kak biz 18imizni yarmicha suv beryapti. Bu ham 3000 оборот bo'lsa kerak. Reduktor, bu ham оборот baland buni ham. Endi bu ustanovkani bunday qilishgan. Biz mana bu yerdan shivillarda makkablab bu yoqqa olib o'tib adapter bilan salinlargacha o'xshay mana bu yerda ko'rib turibsizlar. Tagidan ertaga nasosga nagruza kelmaslik uchun ko'tarib turibdi nasosni. Mana bu holatda steyak berib ikki tomondan shivillarni tashab polностью mana bu yerda ham semenni quydirib mahkamlatib bu tomoniga ham mana nasos в общем mощный holatda turadigan qilib ustanovkasini qilib berdik. Ertaga moj nasosga bir nima bo'lgan taqdirda ham mana temirlar ustida bemalol yurib olib, ayqa qilib ko'tarish imkoniyati bor. Mana shu holatda biz buni o'rnatib berganmiz 18 kilovat. В общем, davlinasi kuchli, в общем zo'r. Bir yilda 30 kilovat bilan buni orasida raznica 1 yil ishlasa 30 millionga yaqin pul tejalar ekan. Aka hisob kitob chiqqanlar. Buni hisob kitobgazni kuchli ekanlar. No 30 millionga yaqin pulda tejayman deyaptilar. Agar mana shu glubinni ishlatsam. Shuna hisobiga bu yerga biz glubinni qo'yib berdik. Buni ham ko'rib turibsizlar. Endi suv chiqarishini. O'zi aslida 30 kilovatga 320 kubali deb ketishgan ekan. Endi tasavvur qilamiz. 30 kilovatli 320 kuba, 18 kilovatli 240-250 kubali. Bundan deyarli shuncha ko'p tashayapti. Ular aytishyaptiki 18 kilovatni yarmi pashti yoki ozgina ko'pdir deyishyapti. Endi bu yerda savol tug'iladi. O'zi 18 kilovat necha kuba suv tashayapti? Shuna hisobiga hammasini hisob kitobini qilib, ustanovkasini qilib beraveramiz. Bu yerda akamizni aldab qo'yishgan. Bu tashayib turgan suv bundan kam bo'lsa bu 240-250 kuba bo'lsa, bu 320 kuba ekanda. Endi o'zlaringiz tushunib olasizlar. Mana shunday.